Mana shu yem akalar xudo xolasa bunisi bunisi bir mahaliga. Bular tayyor. Mana shu uchalasi bir mahaliga. Assalomu alaykum. Sanjirbek Uskalan hurmatli obunachilari. Mana bugun xudo xolasa o'zimizni xonadonimiz, o'zimizni firmamizdamiz akalar. Anchadan basiga bu qo'lamiz chiqaramiz deb chiqara olmay yurdik. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Xudo xolasa bugun sizlar bilan o'zimiz buqalarimizni sekin chiqarib beramiz. Molxonaga ham sal bo'lsa ham nima qilib ketamiz, nima deydi? Ma'lumot berib ketamiz. Bular уже yemga tushgan, bog'landi. Где-то bir 20 kun balki oshiq, balki shunaqa atrofida. Endi kunjaraga o'tdi. Bu yoqda xudo xolasa nasos qo'yishimiz kerak. 2,5 tonnalik suv idishimiz. Bu tomonga e'tibor beringlar, bu otxona hali bitgan yo'q. Xudo xolasa bitadi 5 ga 5. Bu molxonamiz. Bu tomon ochiq, tepa ham ochiq bo'ladi. U tepa ham ochiq, bu tomonda pochkalar bor, pastdan qo'yilgan. Yo'lagimizda bitta nima yuraveradi bemalol. Nima deydi? Motorolmi, damazmi, xullas. Xullas mana shunaqa. Bu yerda hozir 5 tasi bog'langan, birinchi kelganlar. Uchli boladan kelgan buqamiz, Sanjirbekdan kelgan Aberdin Angusimiz, Sarkodbekdan kelgan Avlikol, Sarkodbekdan kelgan buqa, bu uchli boladan kelgan sho'x novosimiz. Mana shunda umid katta deyman, xudo xolasa. Mana shu buqalar hozir yem berish jarayonlarini ko'rsatib boraman sekin-sekinlik bilan sizlarga, xudo xolasa. Almodon akani buqasi. Mashalloh. Ani, kachok, bitta o'zing ko'rsatib qo'y. Ha. Jonivor, kachoksan. Yo'rasan. Almodon aka bergan buqamiz aka. Xudo xolasa, bu yoqda esa bular hali kelajaklar, ancha bular pastga tushiraymi? Yugurib qolish yo'q bo'ptimi? Bular men unchalik tanishmaydi lekin. Hozir bularga ma'lumot beriladi, hammasiga. Ketchi. Ertalabki yegan yemi bilan hali turishibdi, bular boshqa yem yegan yo'q. Shu bilan endi yeyishadi yemlarini, xudo xolasa. Sekin-sekinlik bilan hammasiga yemlari boshqasi beriladi. Bularga ham 2 mahal yem yeydi, faqat nima deydi? Silos nima? Somon drablikadan chiqqan qolgani un. Qora un endi. Bug'doyda olib qo'yganmiz. O'shani qora un chiqarib kelamiz. O'sha beriladi. Bu Gulshanbekidan kelgan buqamiz. Mana ham Gulshanbekidan kelgan buqa. Aberdin Angus. Bu Xurstakadan kelgan. Bu Ilhom akadan kelgan. Bu ham Ilhom akadan kelgan. Juda yosh ekan mana shu novoz bor. Endi mana qo'shyapti mana shu novoz. Ammo zo'r xudo xolasa ko'z tegmasin. Ilhom akadan kelgan Angusimiz. Turishdi qarang. Jonivorda, mashalloh. Onamga maza qilaman, Almadonaga bergan buqaga. O'ta maza qilaman aka. Turishdi qarang. Necha kilo keladi taxminan? Hozir yem berish jarayonlariga o'tamiz. Qanaqa yem beryapti, boshqa hammasini ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Siz taxminingiz necha kilo keladi mana shu novoz? O'zgaribdimi, o'zgarmabdimi? Qayerda o'zgaribdi? Ketdik. Bu buqalarimiz endi bular qay darajada jonivorlar. Voy joningdan. Uni qarang, turishdi. Hangisiz ham udar. Ononga maza qilaman. Qashlasang, qashlab ketib qolsangiz, yana to'polon qiladi. Nimaga qashlamayapsan deb. Bu ofat bu, qonun topolmayapti nimagadir. Ishtahasi o'tamin. Uni ichi sho'xroq, lekin bu ishtahasi dahshati. Ichi sho'xroq, odam yaqinlashtirmaydi nimaga. Lekin kattasi ham shu bo'lsa kerak menimcha. Endi Angus ikkalasining vaznini bilmayman ammo. Ikkalasi bir xil bo'lishi mumkin. Yelkalar ochib olgan lekin bu qo'lasi. Mana u ham juda go'shtdor. Ammo Sanjirbekga bergan Angus pishmaydi. Jonivor. Bu qo'llar dahshat. Aytib ketay, sotilmaydi. Boqiladi hali bular. Iltimos, mana bu novosni to'g'risi juda ko'pchilik so'rashyapti. Savdo qilishyapti, berganim yo'q aka, bu sotmayman. Endi bilmayman, to'g'risi naslga so'rashyapti. Chunki Rossiyadan kelgan-ku bu. Haqiqiy rossiyskiy novos 4 ta asosiy bo'lib qolib Sanjirbek bering deyapti, lekin berganim yo'q. Ammo ochig'i 50 milliongacha savdo bo'lgan, berganim yo'q.
Bu hali o'zim boqaman deyapman. Ular aytishyapti, bizga bering, nasib olib qoladi deb. Katta firmalar so'rashyapti lekin. Iltimos, sotilmaydi. Endi yemlarga o'tib ketamiz. Mana shu yemimiz kunjara. Mana shu kunjarani olamiz. Hozir bu qop bo'shab qopti. Mana shu idishda, mana misol mana shu idishda, mana shu holatda 12 ta yutaman. Ana shu 6 ta katta novvosga 12 dona. Yutib qo'yaman. Mana shu bo'ladi. Hozir mana shundan har bitta novvosga 3 tadan to'ldirib beraman. 3 tadan. Keyin silos solaman, kepek, silos bilan somon, ustiga mana bu un. Mana shu idishda. Mana shu paqichada. Endi nechta kilo chiqadi bilmayman u. Mana shu qora un nechta kilo chiqadi bilmayman to'g'risi. Men kilosini totmayman, boshqa qo'ymayman. Bir kunda ofshini olsa, hammasi ofshiga 8 qop kepek yedi. Ertalab kepek deyman, kechada adashib ketyapman. Silos 8 qop. 4 qop ertalab, 4 qop kech payt. Ana bu qoladi. Ani chiqib qoladi u kech payt jinnilik qilish boshlaydi. Silos bilan somonni mana yerda Tornado drabilgasidan Nodirxon ukamiz berib yuborgan, mana mishalkada aralashtiramiz. Mana shu nomerlar, telefon qilib o'tasizlar. Mana mishalka. Ko'ryapsizlar, yem cho'tki hozir aralashtirishdan joylarini ko'rsatib beraman sizlarga. Xudo xolasa. Mana bu yerda kunjaramiz, kunjara bu yerda bor ekan. Mana siloslarimiz qoplab qo'yganmiz, o'ta donli. Donli silos. Bu yoqda ham bu haligi un chiqarib qo'yganmiz bu tomonda. Bu yoqda silos shuni bosib qo'yganmiz. Bu yoqdan xotpor, u yoqdan xotpor, xullas mana shunaqa gaplar. Qani unda ketdik birga sizlar bilan yem berishni boshlaymiz. Ketdik. Hurmatli aka-ukalar, mana shu idishda berib bo'ldik. Aytgancha mana ko'konni yaramas. Bu buqamiz endi kunjara yeshdi, endi o'rganyapti. To'g'ri, yaramas. Endi o'rganyapti. Bu buqa endi kunjara yeshdi, o'rganyapti. Mana idishimiz bo'shatdik. Mana shu qancha chiqadi bilmayman, to'g'risi. Mana shu buqalarni mana xudo xolasa mana kunjarani bosishyapti. Bos qilib hammasini oldiga birinchi kunjarasini yeshib oladi. Ertalab ham shu где-то bir yarim soat, 1 soat oldin kunjarasini berib qo'yamiz. Keyin silos bilan somonni anaqasini yeshaveradi. Mana endi cho'chi hammasini oldida tuzi bor. Tuzini yeb, boshqa qilib mana shunaqa holatdagi. Nagilarga hali kunjara bermayman. Sababi otish rasxod kerak emas. Ularga endi pux qo'shmoqchiman. Reklama emas lekin, ana pux bor-ku, chigitniki. O'sha atxotini, o'shanaqa qo'shmoqchiman ularga, nagilarga. Bularga shatpas. Sho'lxani oxirgi sotlarni shunaqa narsa qo'shmoqchiman endi. Где-то avgust oyigacha, avgust oyida ular ham sekin balkim yemga kirib ketadi. Ungacha yetalab turamiz. Hozircha buni yeshib oladi. Yeb olguncha biz sizlar bilan yem tayyorlaymiz. Silos bilan somonda. Hozir silos bilan somonni misol uchun bitta idishimiz bor. Unda ham sizlarga ko'rsataman. Ana shu novvoslarga har bittasiga bittadan beraman. Mana shu idishda. Mana shu idishda bunga где-то 2 ta beraman. 1,5 ta 2 ta. Qolgan mamlarga mana shu tog'orachada bittadan beraman. Mana shularga. Bir mahaldan yetadi. Xudo xolasa. Qani ketdik endi yem tayyorlaymiz. Tornado mushalkasida, Tornado drabilgasini ham o'zim ishlataman. Menga o'zi patalga qilishgan, buni ham berishib olibman, Allohga shukr. Narxi где-то 6,5 million, 7 million shunaqa atrofida bo'lishi kerak menimcha. Bu necha yillik bilmayman ammo. Ammo zo'r ishlaydi. Allohga shukr, cho'tki ishlaydi. Sizlarga tavsiya qilaman, hozir ishlash jarayonini ko'rsataman. Qani ketdik. Nagilarga faqat silos bilan somonni o'zi ularga ham, tashqaridagilarga ham mana shuncha un beraman xolos. Mana shu holatda. Undan ko'p bermayman. Bir mahal. 2 mahalga 2 paket ketadi. Qayerda xato bo'lsa yozga to'ringlar bemalol. Birga bir-birimiz xatoni so'g'irlab ketamiz. Ana shu molxonamiz ponni konteyner mahsulotdan bo'lgan. Tepalar ochiq, bu tomon ham ochiq. Endi faqat jichi kunlashsa tepaga noloy ventilator qo'yamiz. Hali svetlar totilmagan, endi tortamiz. Tashqarida zagonimiz, tashqarida gidida bemalol buqalar yuraveradi. 40 ta 50 ta yuraveradi.
ichkariga 55 ta buqa sig'adi. Har bittasini bo'lak-bo'lak bo'lib qo'yganmiz. Bu tomonni ham, nari tomonni ham, u endi chekka otxona. Nari tomonda otxona. Bu yerda biz o'zi oilamizda ponni otib qo'ygan. Mana shu 5-6 yil ichida ot endi yo'qolib ketdi. Endi o'zimiz davom ettiramiz. Oldindan otib qo'ygan bizda. Xullas, yoshligimizdan. Endi biz kichik anaqa bo'lmagani, asosan akam meni shunaqa yurardi. Bizda pastdan otib qo'ygan. Endi ketdik. Mana akalar, уже yem tayyorlash boshladik. Mana shu qopni ko'ryapsizlar. To'ldi deb solganman somon. Drabilkadan chiqarilgan mayda somon. Mashinadan bir qop solaman, 4 qop silos solaman. Bir qop shundan solaman, 4 qop mana silosdan solaman. 4 qop. Buni 20 ming so'mdan olganman. Agar o'zingizlar hisoblasanglar, hisoblayveringlar. Misol uchun 80 ming bo'ladimi bir mahallaga silos o'zi. Somonni endi где-то 1,5 mingdan 1000 olib qo'yganmiz. Где-то 6 mingdan yetib kelgan bizga. Uchli bol otibeklar. Olib berishgan 5 ariqdan. To'g'rabga tushirib ketishgan, o'zimiz bosib olganmiz. Somon endi bemalol o'tib, pashta tekin desak ham bo'ladi. Qancha desak ham. Silos hozir ko'tarilib qolgan. 20 ming so'mdan 21 mingdan kelmagan, 20 mingdan shunaqa atrofida. Adashmasam. Bitta olganimda 450 qopni 400 qop olib qo'yganman. Hozir turibdi. Bular hali 10 chiqarib qo'yganmiz. Bu kunjara hozircha necha qop qopti? 5 qop qopti. Demak, bugun yana aytib qo'yamiz, olib ketishib ketishadi. Xullas, mana shunaqa yem berishadi. Men asosan yem berishlarga aralashmayman. Asosan uydalar qarashadi. Meni ishim yem bilan ta'minlab qo'yish, qolganini o'zlari boshqa. Bugun o'zim uydaman. Sizlar bilan mana sekin yem tayyorlaymiz. Qani boshladik. Ana somonimizni ham solib oldik. Tagida somon, tepasi silos. Silos donini qarang-ki. Mana donini mana. Donni ko'ryapsizmi? Mana shunaqani berish kerak ekan. Ko'pchilik orqasidan butun chiqib ketadi deydi, lekin bunaqa sut qattig'ini bersangiz, mana shu yerda hozir axlatni ko'raman ataylab. Birantasi butun chiqqanini ko'rmayapman. To'g'risi. Anaqa donni qarang. Molni ancha haqiqatdan o'zgartirar ekan. Yaqinda yana mana shunaqa silos ochiladi ham. O'sha yerdan bir 5-600 qop chaqirib qo'yamiz. Xudo xolasa vaqtga ochadi. O'zim boschi royindan bo'lganman. U siloslardan o'zimiz olib kelib bosganmiz, nima qilgan berganmiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ketdik bu yoqqa. Buni qarang. Aralashtirib o'raman. Cho'tki qilib aralashtirib beradi hozir. Ko'ryapsizmi? Zo'ra. Shunaqangi aralashtirib beradi hozir buni. Mana tarnoda drabilkalarga mabodo drabilkasi mana shunaqa mishalga kerak bo'lsa, ana shu nomerga aloqa chiqinglar. 93lik 483 88 66 88 91lik 130 66 88 ga telefon qilsanglar, mana shunaqa ham yasab berishadi. Endi puli aniqini bilmayman. 6,5 million, 7 million shunaqa edi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Hozir drabilkalarni zo'rlanib chiqargan, dahshatlanib chiqarib yuborgan. O'zining drabilka bor, u narada somon chiqaradigan joyda. Ko'ryapsizmi? Cho'tki mana shunaqa aralashtirib qo'yadi. Zo'r qilib. Hozir endi sekin maytda bitta ochamiz. Tak o'z to'kiladi. Ular shunaqa gaplar. Yem ham tayyor bo'lib qoldi. Mana qarang. Mazzami? Shundoq qilamiz. Bitta tepamiz. Yem sekin sho'datda qarang. Ot lekin deb. Çünkü toplam ketadi oldi. Mana shunaqa yemlarni. Bitta o'zimga sherik chaqiryapman. Bu videoga olib turadi, o'zim sizlarga ko'rsatardim. Ular endi o'chirib turaman, buni ponni to'kib olguncha. Nima deysizlar? Mana ko'ryapsizlar, mana shu holatda har bitta novosimizga, bu yoqda yemdagilarga addini beraman. Bitta faqat ana shu kottamga, bu kottaga to'g'risi bunga ikkita yoki 1,5 ta. Yemga qarab, balki otib qolsa ko'proq beraman. Mana shu holatdagi yem. Ustiga bundan sepib beraman, bo'ldi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Bundan oshiqcha bermayman. Ertalabgacha yotadi mana shuni yeb olib. Ko'pchilik ko'p beradi. Balki men ham hozir ham ko'p berayotgandirman. Balki kam kommentariyada kutamiz. Qani endi yemni berish boshladik.
Xudo xolasa siloslarni solib oldik. Un bermay solmagancha bular yemaydi ba'zilar. Mana qarang. Endi mana unda maza qilaveradi. Ko'ryapsizmi? Ko'p emas, ozgina sepib qo'yamiz, faqat yeyish uchun xolos. Mana shu holatda bo'ldi. Ko'p berilmaydi. Mana shu holatda. Bularimizga mana tutishni qarang. Hali un kelgan yo'q. Pastga tushgan yo'q. Mana juda yaramas novosda qarang. Pastga tush mana. Mana. Tush. Endi qattiq yeydi endi. Ko'rdingizmi? Yiqilamandim endi aralashtirib qo'yaman. Shu bilan bosaveradi aka. Ozgina sepib qo'ysam bo'ldi. Senga ham shu mana. Ko'ryapsizmi? Aynaqli beriladi bularga. O'shanda ular silosini oxirigacha yeyishadi. Hozir ozgina yeb yotishadi, shu bilan ertalabgacha yeyishaveradi. Eng go'shtlar buqa qaysi bo'ladi degan mashina bo'lsin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi o'ta yo'g'on Sarkorbekka bergan buni. Qarang, yelkalarini ham qarang. Voобще dahshatda bo'linib ketgan. Xullas, yemni hammasiga berib oldik, keyin qayta ko'rsataman, bo'ptimi? Mana unlarni berib oldik. Xudo xolasa bosadi. Yelkani qarang. Bo'linadi, qo'shyapti bu qoladi. Xudo xolasa mana ham juda yaramas. Ash. Uni go'sht foizini shu bilan angus ko'proq bersa kerak deb o'ylayman. Ana bu ham juda go'shtlar va bilasiz-ku, to'g'rimi? Juda go'shtlar bo'lganligi. Tukun ko'rmayapti xolos bu. Eng tez sulagan ancha. Keyin bu yoqda angus bor mana. Mana shu ham hali kurak yorgan yo'q ekan akalar bular. Endi yoradi. Yelkan ochib olgan bu qa. Bizda ichcha nozikrog'imiz, o'zi nozik tabiati ham mana shu. Eng erkasi ham shu, yaramasi ham. Otabek berganda buni. Juda erka u, vashi dilovoy, xolasa, xolaga ishini qiladi va ko'chada ham, tashqarida ham, bu yerda yurganda ham xolasa yeydi, xolasa yemaydi, ammo ishtahasi zo'r, oxirgacha yeydi. Yemini ashitda bor-ku, qoldirmaydi, yeb qo'yadi. Xohlagan paytda yeydi, shunaqa. Sirazi yeb qo'ymaydi. Aynaqa. Lekin yeydi. Mana otashlar bilan o'sha Otabek bergan, otashi bergan shuni vaqt. O'ta zo'r bu. Eng kattasi mana shu bo'lsa kerak. Navbat ko'chadagilarga, zagondagilarga ketdik. Shu bilan bo'ldi. Ertalabgacha yotadi endi mana shu qo'lar. Ishimiz bo'lmaydi endi bular bilan. Bu ham hammasi xullas ertalabgacha dam. Bu buni ko'ryapsizmi? Bu ancha yeb qo'ygan. 3 tiga tuvan bo'lgan pashti. Bu yomon ofat bu. Endi xos o'tamiz. Jonivorlar sizlarga ketdik. Qarang-da, oldida silos turibdi. Somon turibdi mana. Ichi don to'la. Qarang. Mana shuni yemayapti. Shuni yemayapti. Nega? Chunki mana qarang, mana shuni yemayapti-da, hayronman qarang. Nega yemayapti? Haddan omma qoldirmaydi. Faqat busiz. Mana shuni yeyishadi hozir. Qachon sepiladi, keyin yeyishadi. Ungacha tegmaydi hozir. Mana shu ikkita qopda, qarang. Silos to'kkanman. Mana shu mollarga. Bo'ldi. Mana shu joy. Ko'ryapsizlar-a? Shu butchakka qo'tolxona quriladi. Xudo xolasa qo'tol olamiz. Mol boqqani yaqin kunlarda. Xo'sh. Keyin bos. Bilam gilos sezon mevasini yeylik. Keyin o't to'plashimizda ishga qo'tolxona qilamiz. Nima deysizlar? O'rnadan ko'rinishi bit. Navis. Yomon. Ma. Voy. Maza qilyapti ular. Yomon ular. Voy. Mana sementallar nima bo'ldi deganlarga sementallar bitta sherigini oyoq sinib qolgan. Sababi u angus sakrab oyoq qo'lini sindirib o'rgan. Keyin sotib o'rganman. Nimaga? Chanaga.
Shunda olib ketishgan. Juda ham arzon pulga, xullas. Ana. Yog'iga endi bular bosamiz. Qani, hozir ko'rasiz yeyishini. Endi nima deysizlar bularga endi? Ko'ryapsizmi? Endi oxirigacha qoldirmasa yeb qo'yishadi endi. Qoldirmasam vazillatishadi. Shunaqa gaplar akalar. Shoxingdan aylanaysan, shoxingdan. Juda yosh ekanda hali bu. Juda endi qo'yib yuboryapti. Xohlasa kelajak bor bilan. Endi men uchun bular avgust oyidan yemga tushsa kerak. Hozir bular ana hozir seramon qo'shdim-ku. O'shanga ham kepay bilan anaqa pux qo'shmoqchiman. Nima deysizlar? Kepay bilan pux. Hozir endi ba'zi yem ko'tarildi, boshqa bo'ldi. Men ham arzonlashadimi degan umiddaman. Xudo xolasa endi yem ham ko'tarilishi kerak, chunki go'sht ko'tarildi. Ko'pchilik yem ko'tarilib ketdi, mol boqib bo'lmaydi deyapti, lekin go'sht ko'tarildi, mol narxi ko'tarildi. Dahshat ko'tarildi. Misol uchun mol narxi zo'r ko'tarildi. Semiz ham dahshat ko'tarilgan. Hozirgi bo'lsa 68-67 mingdan sotib berishyapti. 70 mingdan berishga joylari bor. 65 mingdan pastida menimcha yo'q. Semizlar. Ola go'sht endi 60 ming, 62 ming, 58 ming bo'lyapti. Shunaqa narx. To'g'risi. Mashina vaqtida men 20 milliondan bermayman. Mana ular 25 dan bermayman, misol uchun. Mana uni 30 ga ham bermayman, misol uchun. Mana gibrid limuzinimni. To'g'risi. Xudo xolasa, barakasini bersin birinchi o'rinda. Kimdir aytdi, bu turda kommentar yozish mumkin. Ular u yoqda maza qilyapti lekin. Narxlar zo'r ko'tarilgan. Kimdir kunjara, kepiylar hamma oshib ketdi deyapti. To'g'ri, oshdi. Lekin go'sht ham oshdi, so'y berish oshdi. Narx taroziga oshdi, molni narxlari oshdi. O'shani ham hisoblash kerak-da. To'g'rimi? Faqat qanday qilib yerni arzonlatishni o'zimizga bog'liq. Men shunga hozir kepay bilan pux qo'shmoqchiman yoki makkani unini qo'shmoqchiman. 4 xil yana qo'shib turib, где-то bir 3000 gami tushirishim kerak narxni. Yoki 3000 yoki 2500 atrofiga tushirishim kerak narxni. O'shanda o'shanda ham 3000 bo'lish uchun kunjara ham qo'shsam ozgina bularga. Ko'p emas, ozgina. Mana shunchadan voshga где-то qancha 4 kg kunjara qo'shib olsam o'shani ichiga. Bashim. Narx tushadi. Hech qancha tushmaydi. Aka 4000 dan tushsin kilosi. Hech qancha razniца o'ynamaydi. Hamma yo'q sotib olgan taqdirda to'g'ri hozir hamma yo'q sotib olaman. Endi bu yerdan ekaman, xudo xolasa, o'zim ekaman, silosga joy qilyapman. Oldin joyim yo'qdi silosga, silos ekmaganman. Bu yil endi ekaman silosga. To'g'ri, somon bilan bug'doy sotib olaman. Qolganini sotib olaman. Kepay sotib olaman. Xudo xolasa. Ammo silosni bosaman bu yil. O'zim joy qilyapman, где-то bir nechta o'rnaga. Xullas ko'pda, bemalol shu yerda 100 ta novvosi 1 yilga yetadigan darajada qilib silosxona qilsam, xudo xolasa, o'shanga bosamiz. Beradi bemalol. Birinchi o'rinda silosda o'zingiz dehqonchilik qiladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda silos 15 ming, 20 mingni qopi, bir qopi. O'sha sizga где-то 15 ming yoki 14 mingda turadi. Misol uchun deyapman. Balki undan arzonroq turishi mumkin, 12 mingga turishi mumkin. Hozirgi kunga qaraganda shu bir qopi. Baribir yaxshi-da, sotib olganingizdan ko'ra o'zingizda bo'lsa, bemalol ishlatasiz. Men yana uydagilarga aytaman. O'ylamanglar, yemishni o'ylamanglar. Tugadi aytinglar. Tugashidan oldin, 2 kun, 3 kun oldin aytib qo'yinglar, men sizlarga yem chaqirtirib beraman. Tugaganiga aytmanglar. Ammo bosinglar deyman. Qancha bo'lsa beravringlar. Mol yeyaptimi, ko'taryaptimi, bosinglar deyman. Bosish kerak-da to'g'risi. Ana shu ikkalasini Gulshanbeyga berishgan. Shu. Bu ikkalasi Ilhom akadan kelgan, bu ikkalasi Xudishtakadan kelgan buqalar. Semental jonlar. Nanisi germanskiy, bunisi rossiyskiy. Mana haqiqiy germanskiy semental, to'g'risi. Ular amerikanskiy abetni aynisi. Mana qo'tida yo'qolyapti buni, yana aniqmaylar. O'sha dol-dolmani bo'lgan. Nagini yo'qolib ketdi. Xullas shunaqa gaplar. Yemni ko'ryapsizmi? Deli o'yin. Xolasi yeydi, xolasi yemaydi. Lekin yeyaveradi dedilar kecha. Mana shunaqa gaplar. Qisqacha bo'lsa ham ma'lumotni berdik. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omonchilikda ko'rishaylik. Rahmat hammaga.